Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. 4-dars mashqlari 21-22 betga to'g'ri keladi. Tamarin mashqlar. Birinchi mashq: Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib javob ber. An ga al as'ilati savollar. Al atiyati quyidagi. Kelasi. Ajib anil as'ilatil atiyati. Quyidagi savollarga javob ber. Aynal kitabu. Kitob qayerda? Ayna ismi istifham. Gapning avvalida keladi. So'raluvchi shaxs yoki narsaning makoni, ya'ni joyi so'raladi. Bu yerda so'raluvchi narsa kitob, uning makoni, joyi so'ralmoqda. Javob berishdan oldin so'raluvchi kitobning muzakkar yoki muannas ekanligini, erkak yoki ayol jinsidaligini aniqlab olamiz. Kitob bu shaxs emas va jonivor ham emas, narsa, buyumdir. Shuning uchun ham uning muannas yoki muzakkar ekanligini, unga muannaslik alomati qo'shilib kelganmi, kelmaganmi, o'shandan ajratib olamiz. Unda muannaslik alomati bo'lmaganligi uchun, ya'ni biz o'tgan toyi muannasa marbuta bo'lmaganligi uchun u muzakkar, ya'ni erkak jinsidan. Shuning uchun ham huva alal maktabi, u yozuv taxtasining ustida deb huva zamirni ishlatib, kishilik olmoshini ishlatib javob beramiz. 5-savolga ham diqqatimizni qaratamiz. Aminatu fil g'urfati. Omina xonadami? Birinchi darsning ikkinchi qismida o'tgan edikki, hamza istifham bilan berilgan savolga harfi javob musbat na'am yoki harfi javob manfiy lani ikkisidan birini keltirib javob berishlik lozim bo'ladi deb. Agar u xonada demoqchi bo'lsak, na'am hiya fil g'urfati. Ha, u xonada deb harfi javob musbatni keltiramiz. Ammo siz yo'q, u xonada emas, masalan oshxonada demoqchi bo'lsangiz, harfi javob manfiyni keltirib javob berasiz. La hiya fil matbahi. Yo'q, u oshxonada deb. Yana bu mashqda sizga notanish so'z, bu yerda maza. Maza alal maktabi. Mazani 3 turda tushunish mumkin. Birinchisi, maza bu ismi istifham ma bilan teng. Ikkalasi bir xil. Maza alal maktabi nima? Yozuv taxtasining ustida. Ikkinchisi, maza ikkita so'zdan tuzilgan. Ma ismi istifhamdan nima degani va ismi ishoradan bu degani. Shunda maza alal maktabi tarjimasi yozuv taxtasini ustida bu nima bo'ladi. Mazaga 3-chi tushunish ham bor. U za ismi mavsula ma'nosida, lekin uni o'z o'rnida o'rganamiz. Xo'p, qaysi biri afzal? Maza ma bilan ikkalasi bir xil ma'noda deyish afzalmi yoki maza ikkita narsadan tuzilgan ma ismi istifhamdan va ismi ishoradan yoki ma ismi istifham va ismi mavsuladan deb, ya'ni ikkita kalimadan tuzilgan afzalmi deyilsa, ma alohida ma'noga ega va alohida ma'noga ega deyish afzaldir. Chunki arab tilida ziyadatul mabna tufidu ziyadatal ma'na, ya'ni shakllarni ortishi ma'noni ortishini ifodalaydi degan qoida bor. Ya'ni ma bitta so'z, maza esa ikkita so'z. Demak, mazani madan ziyoda ma'nosi bor, chunki shaklida ziyodaligi bor. Demak, ma'noda ham ziyodaligi bor deyishlik afzalroqdir. Shunga binoan ma nima degani va bu degani. Faqat tarjimada ikkalasini yonma-yon tarjima qilamiz. Masalan, maza alal maktabini zani ma bilan birga ketma-ket tarjima qilamiz. Maza alal maktabi yozuv taxtasini ustida bu nima deb. Demak, shu tariqa birinchi mashqni mustaqil savollarga javob berasiz. Ikkinchi mashq: iqro va kutub ma'a dobti avakhiril kalimat. Iqro o'qi va uktub yoz ma'a bilan birga dobt harakat qo'ymoq, oxirini aniq qilib belgilamoq, ma'a dobt harakat qo'yib, avakhir oxirlar kalimalar so'zlar. So'zlarning oxirlariga harakat qo'yib o'qi va yoz. Masalan, al madrasatu fil madrasati, fil bayti al baytu. Shu tariqa o'zingiz mustaqil bajarasiz, oxirlariga aniq harakatlarni qo'yib. Keyingi mashq 22-23 betga to'g'ri keladi. Iqro va kutub, o'qi va yoz. At-tolibu fil jami'ati, talaba oliygohda. Ar-rajulu fil masjidi, kishi masjidda. Ayna tajiru, tijoratchi qayerda? Huwa fi dukkani, u do'konda ichida. Tijoratchi bitta erkak kishi bo'lganligi uchun huwa zamir ishlatilmoqda. Al-qalamu alal maktabi, qalam yozuv taxtasining ustida. Ayna Zaynabu, Zaynab qayerda? Zaynab bitta ayol kishi bo'lganligi uchun hiya fil g'urfati, u xonada deb hiya muannas zamir ishlatilmoqda. Aynal varaqu, varaq qog'oz qayerda? Huwa alal maktabi, u yozuv taxtasining ustida. Varaq
qog'oz u shaxs ham emas, jonivor ham emas, balki narsa buyum bo'lganligi uchun uni muannasligini oxiriga muannaslik alomati qo'shilgan yoki qo'shilmaganligidan ajratib olamiz. Bu yerda muannaslik alomati yo'q, demak erkak jinsida. Shuning uchun ham huva zamir kishilik olmoshi ishlatildi. Aynal mudarrisu, mudarris qayerda? Huva fil fasli, u sinfda. Mudarris bu shaxs. Tabiiyki bitta erkak kishi bo'lganligi uchun huva zamir ishlatilib javob berildi. Ayna Yasirun, Yasir qayerda? Huva fil mirhadi, u hojatxonada. Yasir bitta erkak kishi bo'lganligi uchun huva zamir kishilik olmoshi ishlatildi. Ash-shamsu val qamaru fis samai, quyosh va oy osmonda. Man fil fasli, kim sinfda? Davom etamiz. Erkak kishining ismlari, ya'ni atlari Muhammadun, Hamidun, Xolidun, Yasirun va hokazo. Barchasining oxirlari tanvin bilan tugallangan. Endi ayol kishilarning ismlari, atlari Aminatu, Zaynabu, Fatimatu, Aishatu va hokazo. Barchalarining oxirlari tanvinsiz tugallangan, chunki ayol kishilarning ismlari mamnun minas sarf ismlardan, ular tanvinni qabul qilmaydi. Keyingi mashq ayni shuni tatbiq qilishlik uchun berilgan. Iqro vaktub ma'a dobti avaxiril kalimat. Iqro o'qi va uktub yoz. Ma'a bilan birga dobt harakat qo'ymoq, ma'a dobt harakat qo'yib, avaxir oxirlar kalimalar so'zlar. Kalimalarning oxirlariga harakat qo'yib o'qi va yoz. Masalan, Hamidun, Zaynabu, Aminatu, Ammarun. Shu tariqa o'zingiz mustaqil bajarasiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.